alaykum, mag'rurli fermer obujachilar, yaxshimisizlar, tuzingmisizlar? Mana bugun sizlarga fermamizni obzor qilamiz. Fermamizdagi hayvonlar va parrandalar. Bir juda keng, bitta yapon, inshaalloh. Bitta qora makon, ikkita o'rda makon. Bularga inshaalloh xoroz olib kelamiz. Lekin hamma makonlar tuxumda. Mana. Tuxumlarga turibdi. Bularni hozir pishirib beryapmiz. Mana. Xo'roz o'ziga. Xo'roz. Mana fermer obunachilar, mana xo'rozimiz. O'tta narsa. Cho'jahali. Endi tularga kiryapti uni. O'z mashqlari o'ldirib, mana. O'tta narsa o'zi. Makonlar ham mana narsa emas. Zo'r narsalar. Kimga kerak bo'lsa, ishqibozligiga lekin tuxumlar sotilmaydi. Bizlarga pishirib beryapmiz. Endi tularga kiryapti bu. Obunachilar pishgan tuxum. Şimdi xo'roz bolaga beramiz endi. Makonlarga yo'q. Oston archildi. Buni xo'roz bolani chiqaramiz, kiyo bolani. Shunday o'zi qo'yib bersa, tars yapadi. Shu ham bo'ldi tuxumdan. Ularni amallab egizib oldi, oyoqlariga baylab. Lekin xo'roz rostdan jichcha qiynab qo'ydik. Mana baq. Ketgisi kelyapti xo'rozni. To'xta, yana jichcha narsang qoldi, endi shuni yeb ket. Hamma bilsa kerak, mana shunaqa birovlardan bo'ladi, o'stiradi ham. Keyin buni semirtiradi ham, olib kelamiz. Mana bir siqqan shuncha, mana shuncha yetadi xo'roz. Lekin to'g'ri. Endi sekin xo'rozni qamab bo'laqlamiz. Katta narsalarga rostdan. Videoga qarab ko'rinyapti biladimi? Lekin rostdan katta narsa. Только лайки. 100 gram qolgan. 4,5 kilo bo'lishiga. Tuxumlar berib, tuxumlar chaqlayapmiz.